Assalomu alaykum hurmatli gul shaydolari. Mana har bittasini ati bilan, nomi bilan, narxi bilan yozinglar deydilar. Mana yangi gullarimizni boshlayapman. Mana do'konimizga kelgan gullarni har bittasini imkon qadar xudo xolasa aytib o'taman. Mana bunlarimiz kaktus deyiladi. Mana rangli kaktuslarimiz. Mana 45 ming so'mdan kompyuterda oldiga qo'yiladigan kaktuslar. Buni manisi ham bor mana. Hozir. Bunisi mana 80 ming so'm. Kompyuterda oldiga mana qalaga kaktusga qiziqadiganlarga bitta har bittasini narxini aytaman. Kommentariyaga yozaverasizlar, anaqa qiladi. Mana drasena deyiladigan gul. 70 ming so'mdan. Nihoyatda chiroyli. Mana Kalateya Leo deyiladi. Mononimiz mana. Kalateyalarimiz mana 80 ming. Zolotoy ribka deyiladi mana. Baliqqa o'xshab ochiladigan gulimiz. Mana 75 ming so'm. Hamidariya palmamiz mana. Haviya palma deb qo'yishadi buni ayollarimiz. Bularni mana 70 ming so'm berdik. Mana dekabrist qarang, mashalloh. Nihoyatda chiroyli ochilgan holatda mana 100 ming so'mdan. Nihoyatda zo'r. Oldinlari qishda ochilardi. Buni mana shunaqa sortini olib keldik. Mana gullari o'ta go'zal, katta holati ham. 100 ming so'mdan. Mana sifat film degan gulimiz. Shashilmay obzor qilib bering dedi, ko'pchiliklar talabiga binoan. 100 ming so'mdan mana. Mana bunisi bor mana 65 ming so'm. Mana qora bahligi bor mana 90 ming so'mdan. Ayol baxtini mana. Ustlari mana chiroyli holatda. Qo'llar dard ko'rmasin deganlarga iloyim Makkani ushlashni nasib qilsin mana. Ka'batullohlar. Monolari mana 90 ming so'mdan qora bahligi, nihoyatda zo'r, chiroyli. Xo'p, mononimiz mana gusmana deyiladi. Mana guli bakka aylanib ketadigan gul. Bu ham 90 ming so'm. Bu 1 yil mobaynida yashaydi, keyin mana anaqa turib mana bolaga beradi. Mana tagidan bolani haydagan. Bu nasl mana gul bak olib ketaveradi. Bolaga o'tadi, bolasi davom etadi. Keyin buni quriydi, tayran ketaveradi. Bu ham ko'p yillik narsa. Mana lola degan gulimiz mana. Guli uzoq turadi, 1 yil turadi. Antiyurum deyiladi. 1 yil turadi bu, 150 ming so'm. Mana gigant sorti. Bu ham 150 ming so'mdan mana antiyurumlarimizni. Keyin mana burada yana bitta antiyurumimiz bor. 3-xili. Gul ichidan gul otadigan, chiroyli. Mana ustlari yaxshi. Bo'lsa ham bo'ladi buni. 120 ming so'm mana shu antiyurumimiz. Mana ayol baxti degan gulimiz bor, mana qora bahligi. Bularni 150 ming so'm berdik mana. Mana kattasi bor, mana 350 ming so'm. Bo'yi 1,5 metrlik. Drasena degan gulimiz 300 ming so'm. Hop, Bixinbahi degan katta gulimiz bor, mana orqada turibdi, bekinib. Imkon qadar obzor qilamiz. Mana kattaligi bu ham mana shu 1.30, 1.40. 350 ming so'm bu ham. Mana ko'rpi darag'imiz mana 300 ming so'mdan, nihoyatda zo'r holatda. Mana bunisi 3 taligi 350 ming so'm. Ayol baxtini yana bitta anaqasi bor ekan mana. To'ldir, anaqalari ham pustlari yaxshi holatda. 120 ming so'm ekan mana, nihoyatda katta ekan. 6 ishga bo'lsa bo'laveradigan holatda ekan. Keyin ko'pchilik zameyan so'rayapti. Mana 150 ming so'mdan mana gullayapti. Zameyamizni kattaligi ham nihoyatda zo'r. 30 minglik oqtubalarga kirsa bu nihoyatda chiroyli, ko'rkam bo'lib turadi. Bu bir oyda 2 marta suv ichadi, 15 kunda bir suv ichadigan gullarimizdan biri. Mana bu qorasi. Zameya pulkasi qorasi. Bu ham 150 ming so'mdan. Mana bunisi bor, mana sal kichikroqlari. 110 ming so'm. Mana Gardini degan gulimizga keldik navbat. Mana hidi nihoyatda shirin, uyda tutib ketadi. Mana shu bir tup mana tuvaydi. Bo'lsa ham bo'ladi buni. 110 ming so'mdan, nihoyatda zo'r holatda. Endi mononisi mana drasena deyiladi mana 4 ta. Mononi o'zida
3 tadan ochgan ekan, 5 talik ekan. 150 ming so'm donasi. Mana da bansagimiz bor. Mana bansagimizni ham aytib o'taylik. 450 ming so'm shu bansagimiz. Sansiveriyamiz mana kattasi. Bo'yi 1 metrlik. Xona haroratini nihoyatda tozalaydigan gulimiz. Bu 150 ming so'mdan. Gartenziyamiz mana sovuqda turaveradi. Hech nima bo'lmaydigani. Mana oqi mana. Mana pushtisi mana. Oq qizili. Bular 150 ming so'mdan gartenziyalarimiz. Hop. Avokari archaga keldi mana navbatimiz. 100 ming so'mdan nihoyatda zo'r ekan holatlari. Chiroyli. Gardiniyani mana 75 ming so'mdan ham bor ekan. Yoshlari. Antyurumlari mana kichiklari mana 75 ming so'mdan. Qizili, mana onisi mana pushtisi. Mana u sovuqda ham turaveradigan indiskiy siren, optolar nihoyatda yaxshi ko'radigan italyanskiysi. Baki qora o'zi qip-qizil qon singari ochiladigan indiskiy sirenlarimizdan bittasi. Mana holati nihoyatda chiroyli kelgan, bu ham noyob sorti. 100 ming so'm. Aglanemalarimiz mana yangi sortlari. Bularni mana 90 mingdan berdik. Mana qizillarini 100 ming so'm. Bambularimiz bor mana burada. 25 ming so'm. Endi tashqariga chiqamiz. Sikasda mana kattasi. Ovushlari mana men turaman degan sort ekan. 650 ming so'm. Buni ham mana 600 ming so'm qilamiz. Mana yoshrog'i bor ekan, mana 170 ming so'mdan. Yana bitta gulimiz bor, mana krasniy klon deb qo'yamiz. Baki qip-qizil bo'lib, dekorativniy narsa. Buni ham sovuq urmaydi, issiqlarda turadi. Optolarda qip-qizil bo'lib. Bular 150 ming so'mdan. Buni narxini o'tgan safar obzorda balandroq aytgan edik, 130 ming so'mga tushirdik mana. Qo'llab tursak, inshaalloh bu yerda narxlarni tushirib, imkon qadar qilib beramiz. Mana indiskiy sirenlarimiz bozorda turgan holatda. Gardiniyani mana kattasi. Bo'yi 1.30. Mana holati, alayapmiz. 350 ming so'm. Avokari archamiz mana. 1,5 metrlik. Mana go'shlik. Xona haroratini nihoyatda yaxshi tozalaydigan gullardan bittasi bu ham. Bularni 250 ming berdik. Telefon nomerlarimiz asha mana Andijon Yangi bozor 1-do'kondamiz mana. Kirishga qadar ham bozorlarni ham qildik. Do'kondan hali bitta ikkita oladiganlar qiynalmay bemalol topadi. Rashanbeyli do'koni desa hamma aytib beradi. Patr bozor mana, Patr bozori yonidagi 1-do'kon. Nomerlarimiz 99lik 140 88 41. Xo'p. Endi mana Paxira degan gulimiz mana. Nihoyatda zo'r, stollarda chiroyli turadi. Gullari. Baklari bu ham kislorodga boy. 150 ming so'm. Bambularimiz ham mana 150 ming so'mdan. Orxideya degan gullarimiz bor mana. Guli 9 oy turadi. 100 ming so'mdan. 11 xil xudo xolasa sveti bor shu yerda. Mana lasikalari hammasi sarig'i, oqi, qizil, pushti. Hammasidan bor. Hop. Sansiveriyamiz mana qolib ketibdi. 90 ming so'mdan nihoyatda chiroyli bo'ladi. O'tgan safargi obzorimizda ko'rsatganmiz bo'lsa bo'ladi. Bog'chalarga, masalan, mana detskiy xonalarga qo'ysa, nihoyatda kislorodi yaxshi, xonani yaxshi tozalaydigan, detskiy xonalarga qo'yadigan sansiveriyamiz. Mana bular mana osma gullarimizdan biri. Mana bular ham o'sha chetdan kirgan привизной mana. Asal tomchi deyiladi. 90 ming so'mdan. Bu ham nihoyatda zo'r. Buni onaxonlarimiz yaxshi biladi. Mana qizili. Bular 90 ming so'mdan. Xo'p. Mana endi qaysi gulimiz qoldi? Brezi degan gulimiz qoldi. Buni narxi 75 ming so'm. Mana bu bambug'imiz bor. 100 ming so'm, orqasidagisi mana 150 ming so'm. Mana uni atini hali ham yodlolmadim. Mana yangiliklardan biri 90 ming so'm. Atini bilmayman.
Har bittasini narxlari bilan deganinglarga mana xudo xolasa hammasini narxlarini aytib chiqdim. Kommentariyaga pastga yozib qoldiraverasizlar. Asl nomerimiz 99lik 140 8841 Ravshanbek deb murojaat qilaverasizlar. Andijon shahar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Bitesdan chiqaramiz. Qo'linglarga qanday ko'rgan bo'lsanglar shu holatda yetib boradi. Gullarimiz ko'p. Xudo xolasa yana obzorimiz bugun yana yangi furamiz kelyapti. Buni ham qilamiz. Ko'rib, duo qilib, qo'llab tursanglar bo'ldi, onaxonlar.